Shu paytga qadar Navoiy viloyatining Nurota tumanidagi olis mahallalarda istiqomat qilayotgan aholini uzoq yillardan beri toza ichimlik suvi muammosi qiynab kelgan. Bugun ularning quvonchi cheksiz, sobi hayot har bir xonadonga kirib bormoqda. Muxbirimiz mavzuni davom ettiradi. 2 yillar oldin suv yo'q edi, yomg'ir yog'sa satillarimizni qo'yib qo'yaydik, tindirib ichaydik. Navoiy viloyatining Purviqor tog' etaklarida joylashgan Nurota tumanining Mustaqillik mahallasi aholisi suv ta'minotida qiyinchilikka duch kelgan. Ayni kunda mahallada yangi quvurlar yotqizilib, zamonaviy infratuzilma barpo etilmoqda. Nurota tuman aholisini ichimlik suvi bilan ta'minlash maqsadida yangi O'zbekiston qiyofasidagi tumanlar dasturi doirasida Mustaqillik mahalla fuqarolar yig'inida 37 kilometr suv tarmoqlari tortish va bir dona 1000 kublik suv hovuzi qurish hamda bir dona yer osti tuqquzi qazish rejalashtirilgan bo'lib, bugungi kunda ushbu ishlarning loyiha smeta ishlari yakunlangan. Ushbu ishlar natijasida quruvchi pudratchi tashkilotlar tayinlanib, hozir qurilish montaj ishlari olib borilmoqda. Bu ishlar natijasida yuzlab xonadonlar toza ichimlik suvi bilan ta'minlanib, aholining turmush sharoiti yanada yaxshilanadi. Eng muhimi, odamlarning yillar davomidagi orzusi ushalmoqda. Biz bundan necha yillar oldin suv yo'q edi, yomg'ir yog'sa satillarimizni qo'yib qo'yaydik, tindirib ichaydik. Ikki satilda olaydik, mana bu ko'chadan bu ko'chaga kelib suv olib ketaydik. Bizda unday yo'q edi. Biz xursand bo'lamiz, Xudoga ming qadar shukur, mana chumragini ochyapti, suv kelyapti deb xursand bo'lib ichamiz va duo qilardik. Kechagacha bu yerlarda ichimlik suvi orzudek edi. Bugun esa temir quvurlar yer bag'riga kirib, suv manbai odamlar xonadoni tomon yo'l olmoqda. Inson suv bilan tirik. Avvallari bizlar suvni toshib ichardik. Mana bugun Xudoga shukr mahallamizga suv kelyapti. Bu har bir xonadonga ulab berishadi. Suvdan bahramand bo'lamiz. Bizlar shunga xursand. Endi suvlar krandan keladi. Bemalol chelak bilan olib ishlatib, hammasi joy-joyida toza ichimlik suvini ichamiz. Shuningdek, tuman markazidan qariyb 65 kilometr uzoqlikda joylashgan Sovuq buloq qishlog'ida ham suv muammosi arida. Bu qishloqda qurilish ishlari yakunlangan. Eng muhimi, suv allaqachon xonadonlarga kirib bordi. Bizga suv kelyapti, kiram bilan hamma bolalar quvonchda, bolalar yaxshi bo'ldi, tashimaydi suv bilan, satir bilan. Barha buloqdan tashig'amiz bizlar. Eshak bilan pilakda olib ketaydi qishloq uzoq joylari. Suv kelgan qishloqda hayot o'zgarganini odamlarning kayfiyatidan ham his qilish mumkin. Bu oddiy qurilish emas, bu odamlarning kundalik turmushiga qulaylik olib kiruvchi muhim infratuzilma. Yer bag'riga tushirilgan quvurlar bugun ko'plab xonadonlarga hayot manbai bo'lib xizmat qilmoqda. Aizat Rasul va Sindor Pardaboyev Navoiydan tayyorlandi.